Yana bitta safar bor azizlar, bu ma'siyat safari. Buni ham aytish kerak. Gunoh uchun safar qilishlik degan narsa bor. Alloh shundan saqlasin. Biz yuqoridagi hamma safarlarda savobi haqida gapirdik, ammo bu safar niyat qilsa gunoh bo'ladi. Buni niyati o'zi gunoh. Ma'siyat safar, gunoh safari. Falon joyga borib bir maishat qilib kelamiz. Falon davlatga borsang, bunaqa joyi bor ekan, unaqa joy, butun maishatni eng o'sha aytaylik harom harijni niyat qilib chiqishlik bu eng yomon safar. Bu ma'siyat safar deydi, bu gunoh safari deydi. Uni o'zi niyat qilishlik o'zi gunoh. Unaqa safarlarda o'zi gunoh. Bundan saqlanish kerak. Qolaversa, aytaylik jinoyat uchun safar qilishlik, odam o'ldirish uchun safar qilishlik, qanaqadir bir jang jadallarda qatnashaman deb safar qilishlik. Hozir endi u ham chiroyli bir qo'shtirnoq ichida bo'lyapti. Falon yurtga borsangiz Alloh uchun jang qilasiz, falon yurtga qilsangiz jihad. Bu narsalarda ham hammasini dinimizning o'zini ko'rsatmasi bor. O'sha niyatda chiqishlik, odam o'ldirish niyatda chiqishlik, jinoyat uchun chiqishlik ham ma'siyat bo'ladi. Yoki kimdir yurtiga qarshi niyat bilan safarga chiqsa, u bog'iy hisoblanadi. Hatto kitoblarda aytadiki, bog'iylar olamdan o'tib qolsa, yurt qabristoniga dafn qilishga ruxsat berilmagan, kirgizilmagan. Ana shuning uchun ma'siyat safari, gunoh safaridan saqlanishimiz kerak azizlar. To'g'ri, yaxshi niyat bilan safarga chiqiladi. Biror bir gunohlarni niyat qilib chiqib bo'lmaydi. Chunki kim qanday holatda olamdan o'tsa, qiyomatda shunday tiriladi. Gunoh niyatda chiqyapti. Falon yurtga borsa undoq ekan, falon joyga borsa bundoq ekan deyapti. Natijada niyat buzilyapti. Yaxshi niyatlarda safar qilsin. O'zi aslida safar qilib turinglar, salomat bo'lasizlar degan payg'ambarimiz alayhisalom hadislar, ko'rsatmalari bor. Safar qiling, salomat bo'lasiz. Safar qiling, tafakkur olasiz, tadabbur olasiz, boshqa yurtlarni ko'rasiz. Yaxshi gap. Lekin gunoh niyatida emas. Yaxshilik, ezgulik, ziyorat, ilm, ma'rifat, rizq talab niyatida safar qilinish kerak. Va safarga yengillik uchun Alloh taolo mana shu mashaqqatini bilib, namozlarni qasr o'qishlikka, mahsi kiyib mahsiziga tortganlarga 3 kungacha mahsilarini ustiga mahsi tortib turishlikka, agar Ramazonda bo'lsa roza tutmaslikka, juma namozlariga ham kiymaslikka ruxsat berdi. O'sha ishlarni qilsa gunoh emas, qilsa savob, lekin ularga shuni vojib deb yuklamaydi safardagilarga. Safarda yurganlarga shunaqa yengillik berdi. Rozadan yengillik berdi, namozni qasr qilib o'qishlikka, yengillik berdi, aytaylik jumani tark qilishlikka, hatto safarda musofirga qurbonlik ham vojib bo'lmaydi. Safarning mashaqqatidan Alloh shunaqa yengilliklarni